Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni sodda qilib tushuntirib beraman. 2002-2004 yillarda pensiya indeksatsiyasi natijasida pensiyalar real hisobda qanchaga oshdi? Kimning pensiyasi qancha bo'lishi kerak edi? Qaysi holatlarda odamlar adashadi va qayerda o'z pulini tekshirtirish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, ota-onasi pensiya olayotgan farzandlarga, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalarga, nogironlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya oluvchilarga bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik pensiya oshdi deyishyapti, lekin meniki nega kam oshdi? Hammaniki bir xil foizga oshdimi? 2020 yildagi pensiya bugun qancha bo'lishi kerak edi? degan savollar bilan qiynaladi. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday hisob-kitoblarni har doim ham oddiy odamga tushunarli qilib berishmaydi. Men esa bugun buni misollar bilan, raqamlar bilan, hayotiy vaziyatlar bilan ko'rsataman. Avvalo bitta narsani aniqlab olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degani nima? Indeksatsiya bu pensiyani shunchaki sovg'a sifatida oshirish emas. Uning ma'nosi narx-navo, inflyatsiya, eng kam iste'mol xarajatlari, budjet imkoniyatlari va ijtimoiy himoya siyosatidan kelib chiqib, pensiya miqdorini ma'lum foizga ko'tarishdir. Oddiy tilda aytsam, agar non, dori, kommunal to'lov, transport va oziq-ovqat qimmatlashsa, pensionerning daromadi mutlaqo o'zgarmay qolsa, u real hayotda kambag'allashadi. Shuning oldini olish uchun davlat pensiyalarni va nafaqalarni vaqti bilan oshirib boradi. Lekin eng katta tushunmovchilik mana shu yerda boshlanadi. Ko'pchilik pensiya 10% oshdi degan xabarni eshitadi va o'zining eski pensiyasiga bir marta 10% qo'shib qo'yadi. Aslida esa 2020-2024 yillar oralig'ida bir nechta indeksatsiya bo'lgan. Har safar foiz eski boshlang'ich summaga emas, o'sha paytdagi amaldagi pensiya miqdoriga qo'llanadi. 20 million so'm pensiya 10% oshsa 20 million 100 ming bo'ladi. Keyingi safar yana 10% oshsa 20 millionga emas, 20 million 100 mingga 10% qo'shiladi. Natijada 20 million 2 million ming bo'ladi. Shuning uchun umumiy o'sish oddiy qo'shish bilan emas, ketma-ket ko'paytirish bilan hisoblanadi. 2020-2024 yillarda pensiyalar bo'yicha asosiy oshirishlar quyidagicha tushuniladi. 2020 yilda 7%lik oshirish. 2021 yilda 10%lik oshirish. 2022 yilda birinchi bosqichda 12%, keyin yana 10%lik oshirish, 2023 yilda 7% va yana 7%lik oshirish. 2024 yilda esa 5%lik oshirish amaliyotda eng ko'p uchraydigan asosiy indeksatsiya zanjiri sifatida ko'riladi. Albatta, ayrim toifalarda eng kam pensiya, ustama, nafaqa, qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash sababli summa boshqacha chiqishi mumkin. Shuning uchun men bugun umumiy formula va real misollar orqali ko'rsataman. Endi eng muhim joyga o'tamiz. Agar pensioner 2020 yil boshida, masalan, 500 ming so'm pensiya olgan bo'lsa, indeksatsiyalar ketma-ket qo'llanganda uning pensiyasi taxminan qanday o'zgaradi? 500 ming so'mga 7% qo'shilsa, 565 ming so'm bo'ladi. Keyin 10% oshsa, 5.500 so'm bo'ladi. Keyin 12% oshsa, 629.000 so'm atrofida bo'ladi. Keyin yana 10% oshsa, 725.032 so'm bo'ladi. Keyin 7% oshsa, 770.704 so'm atrofida bo'ladi. Yana 7% qo'shilsa, 530.009 so'm atrofida bo'ladi. 2024 yildagi 25%lik oshirishdan keyin esa bu miqdor taxminan 904.602 so'mga yaqinlashadi. Demak, 2020 boshida 500 ming so'm olgan odamning pensiyasi indeksatsiya natijasida 2024 yilga kelib qariyb 935 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin edi. Bu yerda umumiy o'sish 435 ming so'mga yaqin. Foizda qarasak, deyarli 91% atrofida o'sish bo'ladi. Lekin bu hammaniki aynan shunday bo'lishi shart degani emas. Chunki kimdadir minimal pensiya chegarasi ishlagan bo'lishi mumkin. Kimdadir ustama bor. Kimdadir nogironlik guruhi, kimdadir boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ulushli pensiya. Kimdadir ish staji yetishmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. 2020 yilda 700 ming so'm pensiya olgan odamni olaylik. 7% dan keyin 749 ming so'm bo'ladi. 10% dan keyin 923.900 so'm. 12% dan keyin 922.718 so'm. Keyingi 10% dan keyin 20.011.005 so'm. Keyin 7% dan keyin 20.698 so'm. Yana 7% dan keyin 20.182.105 so'm.
15%dan keyin esa 1 million 336 ming 704 so'm atrofida bo'ladi. Demak ki 700 ming so'm pensiya 2024 yilga kelib indeksatsiyalar bilan taxminan 1 million 336 ming so'mga yetishi mumkin. Uchinchi misol. 2020 yilda 1 million so'm pensiya olgan pensioner. Bu ko'pchilikka juda qulay misol. Chunki hisoblash oson. 2020 yildagi 1 million so'm 7%dan keyin 1 million 70 ming bo'ladi. 10%dan keyin 1 million 570 ming, 12%dan keyin 1 million 340 ming 2 ko'rim so'm. 10%dan keyin 1 million 604 so'm. 7%dan keyin 1 million 1 ming 68 so'm. Yana 7%dan keyin 1 million 660 ming 8 so'm. 25%dan keyin esa taxminan 1 million 99 ming 200 so'm bo'ladi. Mana eng asosiy xulosa 2020 yilda 1 million so'm pensiya olgan odam agar unga faqat umumiy indeksatsiyalar qo'llangan bo'lsa 2024 yilda qariyb 1 million 900 ming so'm atrofida pensiya olishi mumkin. Ya'ni 1 million so'mlik pensiya 900 ming so'mdan ko'proqqa oshgan bo'ladi. 4-misol 2020 yilda 1 million 500 ming so'm pensiya olgan odam shu indeksatsiya zanjiri bilan hisoblasak 2024 yilga kelib bu miqdor taxminan 2 million 563 ming so'm atrofida bo'ladi. O'sish qariyb 1 million 363 ming so'm. Bu misol yuqoriroq pensiya oluvchilar uchun muhim. Chunki ayrim odamlar pastroq pensiya oluvchilarniki ko'proq oshdi, meniki kamroq oshdi deb o'ylashi mumkin. Foiz bir xil bo'lsa, katta summaga qo'llanganda puldagi o'sish ham kattaroq chiqadi. Masalan, 500 ming so'mga 10% 50 ming so'm, 1 million 5 ming so'mga 10% esa 150 ming so'm. Shuning uchun foiz bir xil bo'lsa ham qo'lga tegadigan qo'shimcha pul har xil bo'ladi. Agar siz 2020 yildan beri bir xil turdagi pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz, masalan, yoshga doir pensiya va sizning pensiyangiz har safar foizli oshirishlardan keyin avtomatik ko'tarilgan bo'lsa, odatda alohida ariza yozishingiz shart bo'lmaydi. Pensiya jamg'armasi bunday indeksatsiyalarni avtomatik tarzda hisoblaydi. Siz har oy kartangizga yoki naqd shaklda yangi miqdorni olgan bo'lishingiz kerak. Lekin siz xavotir olishingiz kerak bo'lgan holatlar bor. Birinchisi, sizning pensiyangiz oshirilganini eshitgansiz, lekin kartangizga eski summa tushavergan. Ikkinchisi, siz pensiya miqdorini aniq bilmayapsiz. Bankdan faqat yechilgan pulni ko'rasiz, lekin pensiya jamg'armasi hisobidagi asosiy summa, ustama va ushlab qolishlar haqida ma'lumot yo'q. Uchinchisi, sizda aliment kredit ijro varaqasi. Ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish kabi ushlab qolishlar bor. Bunday holatda pensiya oshgan bo'lishi mumkin, lekin qo'lga tekkan pul kamaygan yoki deyarli o'zgarmagandek ko'rinadi. To'rtinchisi, siz 2020-2024 oralig'ida pensiya turini o'zgartirgansiz. Masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tgansiz yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ulushi o'zgargan. Bunda oddiy indeksatsiya formulasi yetarli bo'lmaydi. Alohida qayta hisoblash kerak. Yana bitta hayotiy vaziyat. Deylik, otaxon 2020 yilda 800 ming so'm pensiya olgan. 2024 yilda esa 1 million 400 ming atrofida olayotganini aytadi. Hisob kitob bo'yicha 800 ming so'm 2024 yilga kelib taxminan 1 million 527 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Demak, 1 million 400 ming olayotgan bo'lsa, darrov meni aldashdi deyish noto'g'ri. Avval tekshiramiz. U 2020 yil boshida rostdan 800 ming olgan yoki keyinroq pensiyaga chiqqanmi? Unga hamma indeksatsiyalar to'liq tegishlimi? Kartadan kredit yechilyaptimi? Biror ortiqcha to'lov qaytarilyaptimi? Pensiya turi o'zgarganmi? Ustamalar vaqtincha bekor bo'lganmi? Shundan keyingina xulosa qilamiz. Eng ko'p uchraydigan xato odamlar foizlarni qo'shib yuboradi. Masalan, 7%, 10%, 12%, 10%, 7%, 15% ni qo'shsa, undagi foiz chiqadi. Shunda mening pensiyam 68% ga o'sishi kerak edi deydi. Lekin bu noto'g'ri. Chunki har bir foiz avvalgi oshirilgan summaga qo'llanadi. Shuning uchun umumiy koeffitsient 19 ming atrofida chiqadi. Ya'ni o'sish 91% ga yaqinlashadi. Mana shu farqni ko'pchilik tushunmaydi. Ikkinchi nozik jihat minimal pensiya va nafaqalar. Ba'zi pensionerlarning hisoblangan pensiyasi juda past bo'lishi mumkin. Lekin qonunchilikda belgilangan eng kam miqdor sababli ularning qo'liga bundan yuqoriroq summa beriladi. Masalan, odamning ish staji kam, oyliklari past bo'lgan, pensiya hisob kitobi bo'yicha chiqadi. Lekin eng kam pensiya chegarasi
borligi sababli davlat uni ma'lum minimal darajadan past tushirmaydi. Bunday odamda indeksatsiya umumiy foiz bo'yicha emas, minimal miqdor o'zgarishi bo'yicha sezilishi mumkin. Shuning uchun u meniki rum foiz emas, boshqacha oshdi desa, bunga sabab minimal kafolat bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, pensiyaga keyin chiqqanlar. Agar siz 2022 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, 2020 va 2021 yildagi indeksatsiyalar sizga alohida qarzdorlik sifatida berilmaydi. Sizning pensiyangiz pensiyaga chiqqan vaqtdagi amaldagi me'yorlar, bazaviy miqdorlar va hisoblash tartiblari asosida tayinlanadi. Keyingi indeksatsiyalar esa sizga qo'llanadi. Shuning uchun qo'shnim 2020 yildan beri oladi. Men 2023 yilda chiqdim. Nega uning hisob kitobi boshqacha degan savolda javob shuki, pensiya tayinlangan sana juda muhim. 4-nozik jihat, ustamalar. Ayrim pensionerlarda urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironlik holati, qaramog'idagi shaxslar, alohida xizmatlari, yosh chegarasi yoki boshqa asoslar bo'yicha ustamalar bo'lishi mumkin. Ba'zi ustamalar indeksatsiya qilinadigan asosiy pensiyaga kiradi. Ba'zilari alohida belgilanadi. Shuning uchun umumiy karta tushumini olib, mana bu mening pensiyam deb hisoblash ham ba'zan noto'g'ri. Karta tushumida asosiy pensiya, qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, ustama yoki ushlab qolish aralash bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, inflyatsiya va real xarid qobiliyati. Biz bugun nominal summani, ya'ni qog'ozdagi pensiya qancha oshganini hisoblayapmiz. Lekin odamlar ko'pincha pensiya oshdi, lekin baribir yetmayapti deydi. Bu gapning sababi real xarid qobiliyatida. Agar pensiya 2% oshsa, lekin dori-darmon yo'q, un, go'sht, kommunal to'lovlar ham sezilarli qimmatlashsa, pensioner o'z hayotida katta yengillik sezmasligi mumkin. Shuning uchun indeksatsiya pensionerning daromadini himoya qiladi. Lekin har doim ham narxlar bosimini to'liq yopib bera olmaydi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, surunkali kasalligi bor, har oy dori oladigan pensionerlar uchun bu juda seziladi. 6-nozik jihat. Pensiya miqdorini og'zaki ma'lumotga qarab baholamang. Mahallada, bozorda, navbatda falonchining pensiyasi shuncha bo'libdi. Meniki nega kam degan gaplar ko'p bo'ladi. Lekin ikki pensionerning yoshi bir xil bo'lsa ham ish staji, oylik tarixi, ishlagan davrlari, imtiyozli staji, ustamasi, pensiyaga chiqish sanasi, hatto hujjatlari to'liq yoki noto'liqligi farq qiladi. Pensiya shaxsiy hisob kitob. Uni qo'shni bilan solishtirib emas. O'z hujjatingiz va rasmiy ma'lumot bilan tekshirish kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Agar siz o'zingiz yoki ota-onangiz pensiyasi to'g'ri oshirilmaganini bilmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam. Oxirgi 4-5 yil bo'yicha pensiya tushumlarini ko'rib chiqing. Bank kartaga tushgan summalarni oyma-oy yozib chiqing. Iloji bo'lsa 2020 yil boshidagi pensiya miqdorini toping. Agar eski SMSlar, bank ilovasi, omonat daftarchasi yoki naqd to'lov vedomoslari bo'lsa, juda yaxshi. Ikkinchi qadam, pensiya turi va tayinlangan sanani aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har bir turda hisoblash va minimal miqdorlar farq qilishi mumkin. Pensiya tayinlangan sana ham muhim. 2020 yildan beri olasizmi yoki 2022 yildanmi? Shuni aniq biling. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda juda oddiy qilib yozing. Menga 2020-2024 yillar davomida pensiyamga qo'llangan indeksatsiyalar, asosiy pensiya miqdori, ustamalar, ushlab qolishlar va amaldagi pensiya miqdori bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Yozma ma'lumot so'rash juda muhim, chunki og'zaki javob ertaga isbot bo'lmaydi. Yozma javobda raqamlar aniq ko'rsatilishi kerak. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari. Agar vakil murojaat qilsa ishonch nima? Nogironlik bo'lsa tamaki yoki tegishli tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi, o'lim guvohnomasi. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ish staji bo'yicha shubha bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar ham kerak bo'ladi. 5-qadam. Bankdan ham ma'lumot oling. Ba'zan pensiya jamg'armasi to'g'ri hisoblagan bo'ladi, lekin kartadan avtomatik kredit, qarzdorlik, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolishlar yechiladi. Shuning uchun bankdan karta bo'yicha ko'chirma oling. Unda qancha pensiya tushgani va qayerga qancha yechilgani ko'rinadi. Pensiya miqdori bilan qo'lga qolgan pulni adashtirmang.
Oltinchi qadam, agar xatolik bo'lsa, qayta hisoblashni talab qiling. Murojaatda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, agar kam to'lov aniqlansa, qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman deb yozing. Hujjatni 2 nusxada topshirsangiz, bittasiga qabul qilingan sanani, kirim raqamini qo'ydirib oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 7-chi qadam, agar javobdan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, tegishli vazirlikka yoki sudga murojaat qilish imkoniyatingiz bor. Lekin sudga borishdan oldin hisob kitobni tushunib oling, yozma javoblarni yig'ing, bank ko'chirmalarini oling, pensiya tayinlash hujjatlarini ko'ring. Hissiyot bilan emas, raqam bilan gapiring. Yana bitta juda foydali maslahat. Ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning nomidan hammasini o'zingiz taxmin bilan hal qilmang. Avval ruxsatini oling, hujjatlarni tartibga soling. Bank ilovasidagi tushumlarni oyma-oy ko'rib chiqing. Ko'p farzandlar onam shuncha olayapti, yetmayapti deydi. Lekin pensiyaning ichida kredit ushlab qo'linayotganini, kommunal to'lov avtomatik yechilayotganini yoki boshqa qarzdorlik borligini bilmaydi. Natijada pensiya jamg'armasidan xafa bo'ladi. Aslida esa muammo boshqa joyda bo'lishi mumkin. Bugun biz 2002-2024 yillardagi pensiya indeksatsiyasini oddiy tilda ko'rib chiqdik. Eng asosiy narsa shuki, foizlar bir-biriga qo'shilmaydi. Har safar amaldagi pensiya miqdoriga qo'llanadi. Shuning uchun 2020 yilda 20 million so'm pensiya olgan odamning pensiyasi 2024 yilga kelib, umumiy indeksatsiyalar hisobida taxminan 20 million 900 ming so'm atrofiga chiqishi mumkin. 500 ming so'm pensiya esa taxminan 950 ming so'mga yaqinlashishi mumkin. Lekin yakuniy raqam har bir odamning pensiya turi, tayinlangan sanasi, ustamalari, minimal kafolatlari ushlab qolishlariga bog'liq. Agar sizda shubha bo'lsa, albatta rasmiy ma'lumot oling, yozma murojaat qiling, bank ko'chirmasini tekshiring va pensiya hisob kitobini talab qiling. Pul masalasida eshitdim deyishyapti. Qo'shnim shunday dedi degan gaplar yetarli emas. Raqam, hujjat va yozma javob kerak. Sizning pensiyangiz 2020 yildan beri qanchaga oshdi? Hisob kitoblar siznikiga mos kelyaptimi yoki farq bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqini yaxshiroq himoya qiladi.